Assalomu alaykum do'stlar, assalomu alaykum qadrdonlar. Xudo xolasa mana ko'pchilik do'stlarimiz, obunachilarimiz talablariga binoan yangi qurilayotgan domlar, yo'lda ustidagi yaxshi qurilayotgan domlarni bir videosini ko'rsating, firma nomerlarini aytib bering. Xudo xolasa yangi uy olmoqchi bo'lgan birodarlarimiz Rossiyadan, Amerikadan, Koreyadan juda ham ko'p ekan. Shu maqsadda xudo xolasa eng sentralniy, Regarda eng sentralniy joylar, ya'ni yo'lda ustida qurilayotgan o'ndan ziyod firmalardi. Bitta o'ndan ziyod dom emas, bitta firma ba'zilari 4 ta 5 ta dom quryapti. Shu firmalarda o'ndan ziyod alohida firmalarni sizlarga ko'rsatib, domlarni ko'rsatib, joylarni ko'rsatib o'tamiz. Sizlardan bitta iltimoski, faqat videomizga, obzorimizga xudo xolasa like, podelitsiya qilasizlar va bundan keyin yana qanaqa istaklaringiz, tilaklaringiz bo'lsa, kommentariyada inshaalloh qoldirasizlar. Bitta kommentariyani bitta inson qaysi manzilda xohlashsa 3 martadan yozishini so'rab qolamiz, chunki bir martadan yozilgan kommentariyalarda ba'zilariga bee'tibor qolib ketishi mumkin. Shu 3 marta kommentariya yozib, yana xudo xolasa podelitsiya qilaverasizlar. O'ndan ziyod firmalarni ko'rsatib o'tamiz. O'ndan ziyod dom emas, yana bir marta aytaman. Bu degani qarib 30 ta 25 ta domni obzorini ko'rgandek bo'lasizlar. Sizlar uchun bepul, firma uchun ham bepul, hammasi inshaalloh xalqning manfaati uchun ko'rsatib boramiz. Videoni ko'rishga davom etamiz. Qani yangi domlar, firmalar bilan tanishamiz. Ketdik do'stlar. Hozir biz Raypodamiz. Raypodan boshlab xudo xolasa 5-mikrorayon, 4-mikrorayon hamma joylardagi yo'l ustidagi domlarni ko'rsatib o'tamiz. Qadrdonlar do'stlar, mana Krugovoy, Raypon Krugovoy bor. Mana televizorli Krugovoy. Terminaldan kelishga yo'lda ustida bir marta bu yerlarni ko'rsatib o'tgan edik. U payt hali ancha bitmagan edi. Mana ancha ko'tarib qolishibdi. Mana bu dom. Birinchi obzorimiz. Bu ham boya aytganimdek bitta firma bo'lsa ham buni kamida 9 ta domi qurilyaptimi? Shunaqa mana shu qatorasida to Raypon idorasigacha 9 ta dom proyektlari bor. Inshaalloh nomerlari 11 111 11 31. 11 111 11 31. Qaytaraman 111 11 11 31 nomerlarga telefon qilaverasizlar. Bu mana Raypon yo'lda ustida. Ana firma ofisini ham ko'rsatib o'tamiz. Yana bu yerlarda inshaalloh domlar ko'p qurilyapti. Qadrdonlar do'stlar, shovqinga e'tibor bermaysizlar. Hozir firmani ko'rsatish, boshqa domlarni ko'rsatishdan oldin hamkorimizni eslatib o'tmoqchimiz. Alif Cargo, Gruza Perevozka. Bu Moskva oblastlaridan Tojikistonning deyarli hamma joylarida yuklarini inshaalloh yetkazib olib berishyapti. Chiroyli qilib furalar orqali tezlik bilan. Xudo xolasa mana hozir video qisqagina bir 20 sekundlik video rolikimiz bu, buni ko'rib o'tasizlar. Bundan keyin biror xil tanaffussiz, biror xil reklamasiz videoni o'ndan ziyod domlarni ko'rishga, firmalarni ko'rishga davom etamiz. Firmamizga murojaat qilib bizni kanalimiz nomidan chiqsangiz, skidkalar qilib berishadi. Ketdik. همدیارانی عزیز، شرکت الف کارگو بارهایتان را از شهر مسکو و از ولایتاش به تاجیکستان به نرخ دسترس رسانیده می‌دهد. بارها خود را از دوشنبه، شهر نو، خسار، ترسوزاده، وحدت، کلاب، باختر، فیض‌آباد، نارک، راغون، وحش قبول کرده می‌گیرد. به اشتراک شرکت الف کارگو. Do'stlar, qadrdonlar, hozir ko'rgan domimizning firmasi Froshi Xonay Orzu degan firma ekan, nomi Xonay Orzu ekan. O'sha telefon nomerlari bu yerda ham bor. 111 xo'p 11 11 31 nomerlarga telefon qilib murojaat qilaverasizlar. Mana shu tarafdagi to u ana qurilayotgan domgacha hammasi mana shu yerlar shu firma dom quradi. Juda katta proyekt. Bemalol telefon qilib murojaat qilaverasizlar. Shu joyda o'zida do'stlar, birodarlar, yana bir yangi firma bor ekan. Mana hozir qurilgan domini ko'rsamiz. Frosh Xonaxo. Firmaning nomeri 935 74 55 55. Do'stlar, birodarlar. Mana bu domi. Bu chap tarafda bo'lsa, bunisi o'ng tarafda do'stlar, birodarlar. Juda katta dom ekan bu ham. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Mana orqa taraflari, oldi taraflari. Inshaalloh mana shu pastga qarab teparoqda yana domlar bor. U domlarni ham sizlar uchun ko'rsatib boramiz. Ketdik do'stlar, birodarlar. Qadrdonlar do'stlar, o'sha Raypon Kurgavoydan kelyapmiz. Shu yerda yana Jamshed Soxtmon firmasi bor ekan. Telefon nomeri 980 03 03 03. 980 03 03 03. Bular ham mana katta bir dom qurishyapti ekan, mana do'stlar, birodarlar, juda ham katta. Hozir men proyektlarni ko'rib o'tasizlar. Yo'lda ustida. Hamma domlarimiz yo'lda ustida. Qo'ldan kelgancha tarqatinglar, shu video populyarniy bo'lib, misol uchun ko'pchilikka yetib borsa, mana firmani nimasi.
qanday bo'lib o'sha domni qurilishi bitishini suratlarini qo'yib qo'ygan. Jamshid Soxtimon ekan do'stlar. 980 03 03 03 do'stlar birodarlar. Murojaat qilaverasizlar. Qo'ldan kelgancha biz sizlarga obzorni qo'yib davom beraveramiz. Qadrdonlar, bu tarafdan yana dom bor ekan. Hozir u firmaga ham borib ko'ramiz. Ketdik do'stlar. Do'stlar, qadrdonlar, juda ham bir chiroyli ekan. Men hammasini yurakdagi bor gaplarni aytaman. Juda ham bir chiroyli qurilish ekan. O'sha yo'lda ustida mana Raypo tarafdan kelishga yo'lda ustida mana shunday kelganingiz o'zi rangidan, turishidan bilinib turar ekan. Ofislari mana Sarvar Inshoot ekan. Telefon nomerlari 945 87 77 77 945 87 77 77. Bemalol murojaat qilib yoqqanini olaveringlar. Biz xursand bo'laveramiz. Sizning ishingiz bitsa biz xursand bo'lamiz. Juda katta proyekt ekan do'stlar birodarlar. Sarvar Inshoot, qaranglar nechta dom qurilar ekan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ta dom. Mana sizning ixtiyoringizda firma nomerlari. 12 ta dom. Aytyapmanki, men 10 tadan ziyod firmani ko'rsataman. Bu degani qarib 30 tadan ziyod domlarni siz reklamasini bepul, misol uchun firma uchun ham, xalqning manfaati uchun ham sizlardan iltimosimiz faqat podelitsiya qilishlaringiz mumkin. Firmalar bo'lsa do'stlar birodarlar, alohida obzorini, reklamasini, keyinchalik hamkorlikni xohlasa 3 oylik shartnoma bilan hamkorlik qilishimiz mumkin do'stlar birodarlar. Mana shu firma. Hozir bu tarafda Raypo tarafda tugadi. Xudo xolasa 5-tarafdagi domlarni ko'rsatamiz. Yerda ham yangi katta domlar qurilyapti. Xudo xolasa yana davom ettiramiz. Ketdik do'stlar. Do'stlar, qadrdonlar, yana bir yangi qurilayotgan domni joyini, ofisini ko'rsatib, joyini, domini ko'rsatib o'tib ketamiz. Bu birortasi bu domlar bilan biron manfaat uchun, reklama uchun emas, siz xalq uchun, musofirlar uchun, u yo'moqchi bo'lgan insonlar uchun bu qo'yayotgan ma'lumotlarimiz. Regardishdagi novostroykalarni bitta video qilib qo'yapmiz. Mana Furushi Xonaxo ofis продаж ekan. Bu 5-ni mana Kurgavoydan, bozorchadan Shomil Tirzoda magazinidan o'tib kelganingizda yo'lda ustiga Chapayev ko'chaga yetmasdan juda ham bir mana planirovkasi mana bu ekan. Mana shunaqa qurilyapti ekan dom, do'stlar birodarlar. Manzili Zebo ekan firmaning nomi. Telefon nomerlari xo'p, mana bu yerda bor ekan kattaroq harflarda. Shuni bir ko'rib o'tasizlar. Kim maslahat qilmoqchi bo'lsa aytyapman. Fikrlashib, maslahat qilishib olaverasizlar. 007 40 41 41 007 40 41 41 ekan. Mana shu adresi Sheyx. Yana video davomini ko'rib boraverasizlar do'stlar birodarlar. Mana bu Novostroyka 5-mikron yo'l ustida quryapti. Mana bu tarafi Farg'ona choyxonasi. Farg'ona choyxonasi. Mana shuni ro'parosa qurilayotgan Novostroyka. Ketdik do'stlar yana boshqa Novostroykalarga. Do'stlar, qadrdonlar, mana boyagi domimizga uzoq ketmagan holda 5-ni Kurgavoy, mana Kurgavoy bo'lib, mana aptekalar bor. Shu Kurgavoyning yonida ham mana shu ham katta bir stroyka qurilishi ketyapti. Mana hozir bularni ham telefon nomerlarini ko'rsatamiz. Birortasini qarib tanimayman firmaning egalarini, shunchaki sizlarga manfaat bo'lsin. Ko'pchilik uyi bilan qiziqishadi. Shularga bir manfaat bo'lsin deb ko'rsatyapmiz do'stlar birodarlar. Xudo xolasa mana nomerlari. Xo'p. 3 5 55 44 42. 555 55 44 42 ofis nomeri. Dom ancha-munchasi bitib qolgan. Yo'lda ustida, Kurgavoy yo'lda ustida do'stlar birodarlar. Bularga ham murojaat qilib mana shunday bo'lar ekan dom. Mana ya Sartarosh aka. Mana shu yo'lda ustida bo'lar ekan do'stlar birodarlar, juda ham yaxshi joy. Keyin mana bu tarafda o'tamiz, o'ng tarafga. O'sha bu eski bozorchaning qurilishi, joyida bo'layotgan qurilish, stroyka. Hali endi mana temirlarni, narsalarni olib kelishibdi, boshlashyapti. Xudo xolasa boshlashayotgani uchun bular ham chiroyli bir qurilish bo'ladi, yo'lda ustida bo'ladi. Mana firma nomerlari, telefon qilib maslahat qilaverasizlar. 757 07 07 07. Firmaning mana ofischasini ochib qo'yishibdi. Qurilishlar ketyapti. Mana shu ikki tarafga ham 3 ta bo'lib, bitta yerda, bu ikkinchisi va uchinchisi juda ham ajoyib tarzda qurilgan. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Yana yangi domlar tarafga qadam tashlab ketaveramiz do'stlar. Yo'lda ustidagi eng sentral joydagi domlarni mana shu Kurgavoyning o'zidan 2 ta dom, sal pastroq 3-chi dom.
Video davomini ketdik. Davom etamiz. Qadrdonlar do'stlar, yana bir quriladigan dom, yangi dom. Nomeri 888 90 47 47. 888 90 47 47. Dom qarib foydalanishga topshirilishga tayyor holatda kelib qopti. Domning go'zalligini qaranglar. Domning go'zalligini, balandligini qaranglar. Bu necha etaj ekan? Sanab beraymi? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 etaj pastdagi ikkita katta etajli magazinlar bilan juda baland. Dom ham yo'lning ustida Lomonosov ko'chada Voenkomatdan sal o'tganda Qovurg'a Somsaga yetmasdan mana shu dom do'stlar birodarlar. Aytamiz, narxini bilmayman, kvadratini bilmayman. Hammasi faqat sizlar uchun. Telefon nomer ofislarini qo'yapman. Mumkin 10 taga yaqin domlarni eng yo'lning ustidagi domlarni qo'yib o'tamiz. Ana u tarafda yana bitta katta dom qurilyapti ekan. Hozir uni ham ofisning nomerini qo'yib beramiz. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha padelista qilaveramiz do'stlar birodarlar. Ketdik yana. Ketdik yana boshqa domlar taraf do'stlar. Boyagi ko'rgan domimizdan Qovurg'a Somsaning yonida Green City ekan. Bu bitta dom bo'lmaydi do'stlar birodarlar. Bu maydagina o'zining shaharchasida bu juda ham katta proyekt Green City. Mana shu dom mana bitta katta blogi qurilib mana etajlari bitib qopti do'stlar birodarlar. Nomeri xo'p 3.003.08.08 3.003.08.08. Mana shu yerdan qurilish ketyapti. Ichkarida yana boshqa domlar ham proyektini ko'ringlar. Planirovkasi ko'p domlar bo'ladi bu yerda. Bu domni bitayotgan bir blogi, katta blogi, firmaning nomeri, adresi mana Behruz choyxonasidan keyin mana 4-ga qaraydigan joy. Do'stlar birodarlar, adresa qilaveramiz. Hammasi xalq uchun, hammasi egalarining ofislarining nomeri. Bu reklama emas, bu faqat sizlarning foydalanishlaringiz uchun kerak insonlar topib olish uchun qo'yapmiz. Inshaalloh qolganini surishtirib, maslahatlashib olish siz ixtiyoringizda. Qaysi birini xohlasangiz. Ketdik do'stlar boshqa domga qarab. Mana qadrdonlar, Regar Plaza ko'pchilik bilib ulgurgan juda katta qurilish. Sharoitlari ham yaxshi bo'ladi deb ko'zga tutilgan. Muzeyning yonida. Mana muzeyning yonida archalar to'sib qopti. Muzeyning yonida Regar Plaza. Bu ham sanab beraman. 1 2 3 4 5 6 7 adash ketdi. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 bu ham 14 etaj ekan do'stlar birodarlar. Regar Plaza mana. Qarib bitgan hisobida menimcha bir 85% ham bo'ladi, 90% ham bo'ladi. Telefon nomeri Regar Plaza 003 03 03 03. Bitta nomeri 110 03 03 03 ekan. Hammasi 03lar ekan do'stlar birodarlar. Mana shu dom. Kimga ma'qul bo'lsa, sotiladigan uylari qancha qismi qolgan bilmayman, telefon qilib so'raverasizlar. Endi inshaalloh yana yangi domlarni ko'rishga davom etamiz. Ketdik, padelistani unutmanglar, shovqinlarga e'tibor bermanglar. Do'stlar, qadrdonlar, mana mikrorayonning ichidagi qurilishdan ham oxirgi obzorimizni tugatamiz. Umar inshoot juda ham chiroyli proyekt bo'lyapti. Mana Samara Kurgavoyda yo'lning ustida Umar inshoot do'stlar birodarlar. Mana ancha muncha ishi bitgan. Misol 1,5 yilgacha xudo xolasa nima qilib berishadi. Nima deydi, ipoteka qilib berishadi 1,5 yilgacha. Inshaalloh yaxshi firma. Telefon nomerlari 556 33 03 03 do'stlar birodarlar. Mana firmasi, ofisi oldingi Xo'jandi restorani, Rohila restorani bo'lgan o'shaning joyiga qurilyapti. Birinchi mikrorayon 10-domga yopishib quryapti. Juda ham ajoyib. Bu oxirgisi bo'ldi. Menimcha 11 ta obzor qilib ko'rsatdik do'stlar birodarlar. Do'stlar, qadrdonlar, mana 11 ta firmani ko'rsatdik. Bu degani har bir firmani ba'zilarini 10 ta, ba'zilarini 4 ta, ba'zilarini bitta dom qurilayotgan bo'lsa ham, bu degani kamida 30 dan ziyod xonadonlarni o'sha firmalar orqali muomalasini qilib xaridorlik qilishingiz mumkin. Sizlardan faqat bitta iltimoski, qo'ldan kelgancha like padelitsani qilamiz, obzorlarni ko'ramiz, boshqalar ham ko'rishiga yuboramiz. Nima yana obzorlar ko'rishlaringizni xohlasalaringiz, menga xudo xolasa aloqaga chiqasizlar. Telefon nomerlarim tepada turibdi. Reklama masalasi bo'yicha ham murojaat qilishlaringiz mumkin. Undan tashqari do'stlar, qadrdonlar, bitta narsani hammamiz birdaniga harakat qilaylik. Kommentariy bilan like da hamma ko'rgan odam bittadan yozib, bittadan
laykni bosib ketishga unutmanglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammalaringizga bir go'zal beuy insonlarga oshiyona xonadon nasib qilishini Allohdan so'raymiz. Salomat bo'linglar.